Yaqinlarim shunaqa xonadonda quda-andalarni kutib olish sizga ham nasib aylasin. Toshkent shahar Shayxontohur tumanida 4 soti 7 xona 3 etaj. Podval 200 kvadrat metr, ikkinchi etaj 200 kvadrat metr, birinchi etaj 200 kvadrat metr savdoga qo'yilyapti. Pul zaril, egasiga juda zaril bo'lgani uchun ko'targan narxiga berib yuboraman deyaptilar. Toshkent shahar Shayxontohur tumani katta Oqtepa mahallasi ekan. Kelish kerak, gaplash kerak. Просто mana zinalarni o'ziga katta pulni ishlatgan ekanlar, lekin yarim narxiga berib yuboraman deyaptilar. Kanalga obuna bo'ling, kam bo'lmaysiz. Tagida 200 kvadrat metr podvaligacha bor. Uy vayshi dahshat, mana hovlisidan bilaverasiz. Mana har bir bandaga nasib aylasin. Devorlarini ham traventin tosh qilingan, natural hammasi, pollari ham hammasi monolit quyilgan. Bilaverasiz, lekin kelaverasizlar. Kelsanglar 100% YouTube kanaliga o'tinglar, o'tda to'liq har bitta xonasini ko'rsatganman. Kelish kerak, gaplash kerak. Kanalga obuna bo'ling, kam bo'lmaysiz. Sog' bo'linglar. Biz qaytdik. Pastda egasining nomeri. Mabodo siz ham uy joyingiz bor, unga bunga yalinib, bular mana nechtasiga yalindim deyaptilar. O'zingizlar tinch ekansizlar deyaptilar. Tepada nomerlarim mabodo. Ketdik.